Ana obunachilar, o'sha Gameloft'ni tortganimning ikkinchi qismi. Mana PUBG'ga kiryapman. At yozib o'g'limapti. Bu kirib tursa masalan qanday kirishni o'rgataman to'g'rigacha. Yozib olinmagan ekan. Mana sizlar meni rekomendda turasizlar. Pastlikda mana birinchi o'rinda PUBG turibdi. Gameloft'ni PUBG kompaniyasini o'zi yaratgan. Hozir ko'radiganlarida ustalanib turadi. Shuni bosasizlar, kemenetga keladi. Buni foiz telsimasi kelgandan keyin foiz to'lsa ishonib tortilayotgan bo'ladi. Kutasizlar tortilgandan keyin shunda sizlarni ichiga olib kirib ketadi. Bu kerak emas bo'ladi. Keyin xuddi shunaqa o'ynab foyda bo'ladi alohida. Uni yukla oladigan keyin kerak emas bo'ladi. Mana yerda nimada xabar keladi. Gameloft'ga kiryapsiz deb. Yaqinda ochgan akkauntim bu. Kecha ochishdim shekilli. Donat qilishga spets qiladi. Yaqinda ochgan bo'lsam donat qilishim kerak. RP ketdi. ishlataylik. Buni ishlatsa bo'ladi, RP'ni ko'tarish uchun kim bilmasa. RP'ni ko'tarish uchun shurasi bo'ladi. Kolleksiyam 4 ga oshibdi, shunga nasib etdi. Endi 4 endi. Çünkü yakında olsun. Mana xullas PUBG hozir o'ynagan ko'rsatib beraman. Kattalashtirib